Bismillah, alhamdulillah, ve salatu ve selamu ala Resulillah ve ala alihi ve ashabihi ve men vâle amma ba'd. O'tgan darsda bir savol bo'ldi. Ilgari bir vazifa 1 oy, 2 oyda bajarilardi. Hozir vazifa tezroq berilyapti. Qanday ulguramiz degan ma'noda savol bo'ldi. Javob shuki, aslida o'sha uslub hozirgi uslub uchun tayyorgarlik edi. Chunki odam avval qaysidir bitta vazifani olib, shuni ustida ishlaydi, unda ko'nikma hosil bo'ladi. Keyingisida har birida ko'nikma hosil qilgandan keyin birdaniga ko'p kasalliklarda ustida ishlash osonlashadi. Shuning uchun hozir tez farqli kasalliklar davosini berib ketaveramiz va qo'ldan kelgancha amal qilib bajarib ketaveramiz. Masalan, bu davolar ba'zilari amaliy narsalar, ba'zilari tafakkurga oid narsalar. Shularni har kuni bajarib ketaveramiz va bizda bir ko'nikma hosil bo'laveradi. Keyin o'sha kasallik hayotimizda uchraganda vazifani qilamiz. Masalan, tafakkur bo'lsa tafakkurni qilamiz yoki biron amaliy davosi bo'lsa o'sha amaliy davoni qilamiz. Kibrmi, ujubmi, mashhurlik sevgisimi, dunyo sevgisimi farqi yo'q. Bugun ham demak tafakkur ba'zi farqli turlarini ko'ryapmiz. Bugungisi ummat g'ami haqida tafakkur. Alloh taolo Qur'onda aytdi: "Laqad ja'akum rasulun min anfusikum." Va tahqiq sizlarga o'zlaringizdan bo'lgan bir payg'ambar keldi. Azizun alayhi ma'anittum. Sizlarni mashaqqatga tushishingiz u zotni qiynaydi. Ya'ni payg'ambarimizga og'ir keladi. Insonlar, ummatlarni qiynalish. Harisun alaykum. Sizlarni to'g'ri yo'lga kelishingizga haris, tashna. Insonlar hammasi hidoyat topishini xohlaydi payg'ambar. Bil mu'minina raufur rahim. Mo'minlarga marhamatli, mehribondir. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam payg'ambar bo'lmay turib insonlarni o'ylashni boshlagan. Ya'ni ummat dardi nubuvatdan oldin boshlangan. Shuning uchun ham g'orga kirib ketardi. Va mana bu o'sha paytdagi jamiyatdagi fisq va fasod, buzg'unchiliklardan siqilib, g'orda qalbi Alloh taolo bilan gaplashib, taskin topardi. Jamiyatdagi gunohlar, zino, sudxo'rlik, zulm, faqirlikdan qo'rqib farzandlarni o'ldirish va boshqa gunohlar juda ham avj olgan. Mana shu narsadan payg'ambarimiz qalbi siqilardi. Va hatto ba'zida g'ordan chiqisi kelmas edi. Jamiyatda bunaqa buzilib ketganini ko'rib. Faqat o'layotganida emas, butun hayoti davomida ummatim deb yashadi payg'ambarimiz. Ummat dardida yashadi. Hatto qiyomatda ham qabrdan turganida ummatim deb turadi. Butun yaxshilikni o'ziga emas, insonlarga so'radi. Lekin ular payg'ambarimizni ustiga ichavoqlar tashlashdi. Payg'ambarimiz ularga haqiqatlarni yetkazdi. Ular payg'ambarimizni sehrgar, yolg'onchi deb tuhmatlar qilishdi. Biz ham talab ilmlar, da'vatchilar qo'ldan kelgancha odamlarga yaxshilikka ravo ko'ramiz, yetkazishga harakat qilamiz. Lekin qalbimiz og'risa, kimdir ozor bersa, voz kechamiz. Yuz o'giramiz. Haqiqiy merosxo'r bunday bo'lmaydi. Chunki ahli ilm payg'ambarlar merosxo'ri, al-ulama varasatul anbiyo. Olimlar payg'ambarlarning merosxo'rlardir. Payg'ambarlar dinor dirham qoldirmaydi, balki ilm qoldiradi, deb sahih hadisda kelgan. Haqiqiy merosxo'r unday bo'lmaydi. Ya'ni ozor bergandan keyin odamlari darrov xafa bo'lib tashlab ketmaydi. Haqiqiy merosxo'r yuz o'girmaydi. Yanada talpinaveradi. Yana ularga ilm berishga harakat qiladi. Yana ularning hidoyati uchun talpinadi.
o'rgatishda davom etadi. Alloh va Rasulini sog'inib, ummatni nusrati uchun yashashimiz kerak, shuning uchun harakat qilishimiz kerak. Ya'ni bir tarafdan Alloh va Rasuliga mushtoq bo'lib yashaymiz, oxiratda uchrashishga, ko'rishishga. Boshqa tarafdan ummatga xizmat ham qilaveramiz. Mana shu ikkita narsa bo'lishi kerak. Ya'ni boshqacha aytganda payg'ambarimiz qilgan ishni qilishimiz kerak. Payg'ambarimiz chekkan jafolari chekishimiz kerak. Busiz bir narsaga erishmaymiz. Ya'ni bu da'vat yo'lida, Allohning dinini oliy qilish yo'lida boshimiz yorilmay, tovonimiz qonamay, tishimiz sinmay bir narsaga erishmaymiz. Payg'ambarimiz chekkan narsalarni chekishimiz kerak. Shunda Alloh beradi. Va shuningdek musulmonlar birdamlik bo'lmasa ham bir narsaga erishmaymiz. Bu yerda musulmonlarning birdamligiga tegishli o'ta muhim bir qoida bor. Islomiy jamiyatni bir-biriga jipslashtiradigan, o'ta mustahkam qiladigan tariqa. Atrofdagilarni qadrlab yashashga o'rganishimiz kerak. Ba'zida yaqin odamlar bir-biridan xafa bo'ladi. Ota-ona farzandidan xafa bo'ladi ba'zida. O'g'lim aytganimni qilmayapti deydi. Ba'zida farzand ota-onasidan xafa bo'lishi mumkin. Masalan, o'zga yurtlarda o'qib yurgan bo'lsa farzand yo ishlab yurgan bo'lsa, ota-onam xabar olmayapti, men bilan ishi yo'q deb xafa bo'lishi mumkin. Aka-ukalar, er-xotin, birodarlar bir-biridan xafa bo'ladi ba'zi. Tariqa shuki, siz kimdan xafa bo'layotgan bo'lsangiz, o'sha odamni o'lib qoldi deb tafakkur va tasavvur qilasiz. Masalan, farzandingiz aytganingizni qilmadi, xafa bo'ldingiz, ichingizda g'ashlik paydo bo'ldi. Qanaqadir sabab bilan o'lib qoldi deb fikrlab, shuni tafakkur qilib, o'ylab, tasavvur qilasiz. Ya'ni xuddi yotishdan oldin odam ba'zi narsalarni xayol qilib yotadi-ku, ko'radi, ko'zini oldidan rostakam hayotiy o'tadi. Tiniq, rangli holatda-chi. Ana shunaqa tasavvur qilish kerak. Jasadini ustida yig'lab o'tiribsiz. Shirin xotiralar esingizga keladi. Farzandga bog'liq, masalan. Unga bo'lgan xafalik qalbingizda qolmaydi. Zarracha xafalik qolmay chiqib ketadi hammasi. Faqat yaxshi narsalar keladi, yaxshi sifatlar keladi, yaxshi xotiralar keladi. Ichingiz sog'inchga, mehrga to'la. Atrofimizdagi odamlarni ana shunaqa qadrlab yashashimiz kerak. Xotinidan xafa bo'lgan odam o'lib qoldi deb tasavvur qilsin. Eridan xafa bo'lgan ayol shunaqa tasavvur qilsin. Birodaringizdan xafa bo'ldingizmi? Uni shunaqa o'lib qoldi deb tasavvur qiling. Ustida turibsiz. Zehningizga nima keladi? 5-10 daqiqa shu holatni his qiling. Faqat yaxshi sifatlar keladi zehningizga. Boyiga g'ashlikdan asar ham qolmaydi. Balki yaxshi ko'rib sog'inasiz. Ana shunaqa qadrlab yashashimiz kerak atrofimizdagilar. Hamma bir-birini, musulmonlar bir-biriga nisbatan shu narsani ishlatish kerak. Bugungi darsimizda ichida eng muhim qoida mana shu. Ummatning g'ami haqida ham mana ko'rdik. Payg'ambarimizning g'ami bilan, dardi bilan dardlanishimiz kerak. Va mana bu birlik saqlash uslubi. Va yana bir tafakkur turini ko'ramiz bugun qisqacha. Gunohlarni hammaga zarari.
Alloh taolo Qur'onda aytdi. Ya'ni boshqacha aytganda mana shu bitta oyatni tafakkuri, masalan, o'tgan darslarda ham shunaqa bo'lyapti. Bitta oyat bo'lyapti, qolgan hammasi shuni atrofidagi fikrlar. Inson o'tirib fikr qilsa, shu oyatni shunaqa chuqur kirib ketaveradi va o'ziga ibrat ta'sir oladi. Aslida mana shu tafakkur, tadabbur bor-ku. Afala yatadabbarunal Qur'on. Ular Qur'onni tadabbur qilmaydilarmi yoki qalblarida qulf bormi? Ana shunaqa o'tirib tafakkur qilishga odatlanishimiz kerak. Imom G'azzoliyda Ihyosida bir bahs bor. Qur'on qanaqa o'qish kerak? Tez-tez qayta-qayta xatm qilish kerakmi yoki masalan sekin tarjimasini tushunib o'qish kerakmi? Yo chuqur tafakkur ham bor. Qaysi birini qanday qilamiz? Qarama-qarshiligiga o'xshaydi-ku. G'azzoliyni rahimahullohni taklif shuki, har odamda 2-3 xil Qur'on o'qish bo'lish kerak deydi. Xatmi bo'lish kerak deydi. Menda shunaqa deydi o'zi. Bittasi tez tugatish, har kuni iloji boricha qorilar masalan 3 pora o'qiydi, kimdir vaqtiga qarab 2 pora, 5 pora va hokazo. Bittasi shu tezroq xatm qilish, qayta-qayta nima qilish. Ikkinchisi ma'nosini tushunib o'rtacha tafakkurni o'qish va uchinchisi uzun chuqur tafakkur va tadabbur bilan o'qish deydi. Bunaqadan bir kunda bitta oyat yoki ikkita oyat o'qiyman. Qarasana. Bir kunda bitta oyat shunday o'qib, ikkita oyat, uchta oyat o'qib, shuni o'tirib o'ylaydi. Mana shu 3-qismga biz hozir oxirgi darslarimiz yaqinroq desa bo'ladi. Alloh taolo aytayaptiki oyatda: "Zoharal fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas." Odamlarni qo'li kasb qilgan narsalar, ya'ni gunohlar sababli quruqlikda ham, dengizda ham buzg'unchilik, ya'ni balo, ofatlar yuz berdi. Bu kavniy sunnat. Mana shu oyatda kavniy, ya'ni koinotga Alloh qo'ygan qonuni bor. Qonun shuki, insonlar gunoh qilsa, ularga balo musibat kelaveradi. Balo musibatlari sababi gunohlar. Ali radhiyallohu anhu ning gapi bor edi. Balo gunoh sababli keladi va istig'for sababli ketadi. Liyuziqahum ba'dallazi amilu. Ular amal qilgan o'sha gunohlarni ba'zisi bilan, ya'ni ba'zisini jazosini totib ko'rishlari uchun. Allohning mehribonligini qarang, har birini emas, har gunohga jazo bersa, musibat bersa-chi, hayotimiz boshidan oxirigacha musibatda o'tadi. Allohning mehribonligiki, ba'zilariga jazo, musibat berib turadi. La'allahum yarji'un, shu ham nima uchun? Shoyat ular qaytsalar gunohdan. Gunohdan qaytishimiz uchun, o'zimizning foydamizga oxiratda. Allohning mehribonligi. Inson dunyoga berilsa, oxiratni unutib qo'yadi. Qanaqa o'lishini o'ylamaydi. Qabrda qanaqa yotishini o'ylamaydi ertaga. Ertaga hammamiz jasadimiz chiriydi qabrda. Ana shu teringizga odam qaraydi, yaxshi sovunlar tanlaydi, yaxshi shampunlar tanlab sochlari, mana shu sochlar chirib, boshdan teridan bitta-bitta to'kiladi. Qabrdacha chirib. Teri sekin chirib, sassiq bo'lib ketib, qurtlar u yoqdan chiqib, bu yoqdan kirib, ko'zlar to'kilib ketadi. Ana shu holatga tushamiz hammamiz. Shular o'ylashimiz kerak. Faqat tirikchilik, yeb-ichish, mol dunyoga yig'ish, kayfu safo qilishni o'ylab qoladi odam. Oxiratni unutsa. Demak, gunohlari zarari shuki, Allohdan uzoqlashtiruvchi amallar, ya'ni gunohlar, qalb gunohlari bo'lsin, dunyo sevgisi, nafsga, havoi nafsga berilish, ergashish kabilar va zohiriy gunohlar bo'lsin.
nafaqat insonga, balki tabiatga ham zarar beradi, atrofga. Va bu zarardan hayvonlar ham hissasini oladi. Qushlar, hatto dengizdagi baliqlar ham insonni kasofatiga qoladi. Insonni gunohlarini kasofatiga tabiat ham zarar chekadi. Qushlar ham qiynaladi havo degan. Chunki havoni inson iflos qilyapti, nafsga berilib. Inson ochko'z bo'lib, neftni sotaman deb dengizlarda neftni olib ketib, urushib bir-biri bilan neftlar to'kilib, qushlar haligi neftni ichida moyda, qop-qora moyda o'lib, yoki baliqlar o'lib, butun dunyoda bo'lyapti. Havoi nafsga berilgandan keyin oddiy mana dehqon nima qiladi? Dunyoni oxiratdan ustun qo'ysa, havoi nafsga berilsa, boy bo'lishni orzu qiladi. Ekin ko'proq olaman deb dori quyadi. O'sha daraxtiga, ekiniga, boshqasiga ximikatlarni ishlatadi. Natijada odamlar mevalar, poliz ekinlari bo'lsin, sabzavotlar hamma ximikatli narsa yeydi. Odamlarning immuniteti tushadi, hamma kasalmand bo'ladi. Odamga zarar. Hayvonlar ham tabiiyki qolmaydiki, bularni ham chorva hayvonlari, ya'ni tezroq semirtirib go'shtini sotish uchun dorilar beradi, ukollar qiladi. Hamma narsaga zarar yetyapti. Insonni gunohlarini. O'simliklar ham. Jamoadot, jonsiz narsalar, nabotot, o'simliklar, hayvonot, insonni o'zi. Xo'p, natijada boyib nima bo'ladi? Boyib dunyo topib ham baxt topmaydi lekin. Xotirjamlik topmaydi. Xorlikdan chiqmaydi. Siqilib yashaydi. Bu yashirin jazo. Dunyoni ketidan qo'yib, oxiratni unutib, baribir baxtli bo'lmaydi. O'sha erishsa ham bu yashirin jazo bo'ladi. Dunyoni ketidan yurgan uchun. Birniki mingga, mingniki tumanga degani shu. Ya'ni bitta odam gunoh qilsa, ko'pchilik atrofdagilarga ham zarar deydi. Haligi ijtimoiy qonuniyat ham o'tgan darslarda keladi. Bir odam gunoh qiladi, ruhi Allohdan uzoqlashadi. U odam siqiladimi? Keyin atrofdagilarga siqilgandan keyin nima bo'ladi? Tajang bo'lib qoladi, asabiy. Atrofdagilarga o'sha zarar tegishni boshlaydi. Hammaga ozor beradi. Mana bu ham ijtimoiy qonuniyat. Qayerdan boshlanyapti? Gunohdan boshlanyapti o'sha zarar. Nafsga berilgandan keyin odamlar o'zi bilgan holda yo bilmagan holda bir-biriga zarar beraveradi. Masalan, kimdir mol boqadi, e'tiborsizlik sababli yoki o'sha dunyoga harisligidan qo'ni-qo'shnilarni o'ylamaydi. Imkoni bo'la turib va zarar beradi masalan. Yoki kimdir tandir novvoylar ish qilganda tejayman deb rezinka yoqib qo'ni-qo'shnilarga zarar berishi mumkin. Hammasi dunyoni ketidan quvishdan kelib chiqadi. Gunohlari yana bir zarari insonni o'limdan qo'rqadigan qilib qo'yadi. Chunki gunoh qilgan sari iymon zaiflashib, inson hayotni yaxshi ko'rib boradi va o'lish xohlamaydi. Dunyoda abadiy yashaydigandek, qoladigandek yashaydi. Chunki Alloh va rasuliga muhabbat yo'q. Sog'inch yo'q. Zotan muhabbat bo'lsa sog'inch bo'ladi. Natijada keyin boshqa bir qonuniyat ishga tushadi va Alloh taolo dushmanlarni musulmonlardan qo'rqmaydigan qilib qo'yadi. Ularning qalbidagi qo'rquvni olib qo'yadi musulmonlarga nisbatan va ular musulmonlar ustiga yopirilib keladi. Mashhur hadisda kelgandek, yemakxo'rlar tovoqdagi ovqatga yopirilgani kabi sizlarning ustinglarga qiyomatdan oldin yopiriladi kofirlar deb qiyomatdan oldingi voqealarda aytgan-ku payg'ambar.
Shunda yo Rasululloh bizni kamligimizdanmi deganda, yo'q, sizlar u kunda ko'p bo'lasizlar. Balki vahn bo'ladi sizlarda dedi. Nima u vahn deganda? Hubbu dunyo va karohiyatul maut. Dunyo sevgisi va o'limdan qo'rqish. Yashashni odam yaxshi ko'radi, o'lgisi kelmaydi. Bu narsa o'zidan o'zi kelib qolmas ekan. Boyagi gunohlardan sekin-sekin paydo bo'lar ekan. Qora nuqta paydo bo'lib, odam o'zi bilmay qoladi, yashashni yaxshi ko'rib qolgan. O'limni xohlamay qolganni. Alloh yo'lida jonini fido qilaman deb chiqqan odam ham ba'zida demak bo'lishi mumkin. Kimdir hijrat qilib, kimdir boshqa yo'lda chiqib, asta-sekin gunoh bitta qiladi, ikkita qiladi, nuqta ko'payaverib, boyagi hubbu dunyo va karohiyatul maut kiradi. Dunyo sevgisi va o'lim qo'rquvi. Natijada dushmanlar yopirilib, musulmonlar xor ahvolga tushadi. Va yana gunohga zarar nima? Demak, dunyoni yaxshi ko'rib qoladi, dunyoni ustun qo'yadi oxiratdan. Natijada masalan bir yaxshilik qilsa ham ibodat amallarni qilyapti, lekin oxirat uchun qilmaydigan bo'ladi. Masalan, sadaqa qiladi, oxiratimga yetsin deb qilmaydi. Dunyoda balo qazo yetmasin deb qiladi. Sog'lig'i uchun qiladi. Zavodiga o't ketmasligi uchun qiladi. Yoki kimdir pichoqlab ketmasin deb qiladi. Chunki o'limdan qo'rqadi. Yoki hajga borsa, umraga borsa, ibodatdan ko'ra ko'proq selfie bilan shug'ullanadi. O'zini rasmga olib har xil joyga qo'yadi, qarindoshlar tarqatadi. Hech kim qolmaydiki, buni haj qilganini, umra qilganini bilmagan odam qolmaydi. Hamma tanishlarga bildirib chiqiladi. Shu narsani inson o'ylasa, aqli yetmaydi. Bu nimaga bildirishyapti bular masalanda? Ibodat, bu ibodat. Namoz o'qiyotganingizda ham bo'lmasam selfie qilib, sajda rukularingizni ham bitta qo'lingiz bilan ushlab turing haligi tayoqchasini. Mana ruku qilyapman, sajda nihoyatda anaqa ixlos bilan, xushu bilan bitta qo'lingizni ushlab turaverasiz. Cho'ppi yig'laganlaringiz, shunaqa namoz o'qiylik bo'lmasa. Nima farqi bor haj bilan umradan namoz? Hajda tayoq bilan o'zingizni olsangiz bo'ladi, selfie qilib. Namozda olsangiz bo'lmaydi. Yo ro'zada ham bo'lmasa qilaylik. Hamma ibodatda qilaylik. Odamlar kiyimga qarab baho beradi, brend kiyadi. Odamlarga go'zal ko'rinish uchun. Hurmat qilsin deydi, yaxshi muomala qilsin deb. Lekin Alloh oldiga chiqayotganda chiroyli ko'rinay deb mukammal tahorat olinmaydi. Yoki ayollar erni muhabbatiga erish uchun yasan-tusan qiladi. Alloh oldiga lekin chiqayotganda qalbini poklab, qalbini yaxshi sifatlar bilan ziynatlamaydi. Bezamaydi. Chunki muhabbat yo'q. Allohga bog'lanishimiz yo'q. Xulosa qilamiz. Demak, bugun 5-chi mana vazifani o'tdik. Kimdandir sal xafa bo'lsak yoki qadriga bormay qo'ysak, boyagi vazifani qilamiz. O'lganini tafakkur va tasavvur qilib, shuni his qilamiz va qadrlash paydo bo'ladi. Ana shunday atrofimizdagi odamlarni qadrlab yashashga harakat qilamiz. Agar butun musulmonlar mana shu vazifani qilsa, o'ta mustahkam birdam ummat hosil bo'ladi. Shuning uchun bu o'zimizda qolib ketmasin. Amal qilib boshqaga uzatib yuboraylik buni. Albatta amal qilib, kimdir bor baribir g'ashli bo'lgan odam bo'ladi har bir odamda. Yoki sal ilgari o'tgan bo'lsa ham, juda bo'lmasa shunday tarqataveramiz. Maqsad harakat qilaylik, tarqatishga. Yana nima?
butun balo, musibatlar, zararlarni sababi gunohlar ekan. Tabiatga, o'simliklarga, hayvonlarga, hamma narsaga. Va avvalgi vazifalarni ham qo'shamiz. Chunki aytdik, bir kunda bular shunaqa vazifaki, haligi vaqt oladigan narsa emas. 5 minutda bo'ladi, qaysidir bittasi 10 minutda bo'ladi. Eng oson yo'lichi mana shunaqa vazifalarni qilishni namozga bog'lab olish. Qaysidir namozga bog'lab olish kerak. To'g'rirog'i eng birinchi namozdan boshlaymiz. Masalan, iloji bo'lsa bomdodda qilamiz. Namozni qilib bo'ldingizmi, darrov vazifani qilib qo'yishga harakat qilamiz. Masalan, imkon bo'lmadi, bomdoddan keyin shoshilinch ish bo'ldi, boshqa bo'ldi. Peshindan keyin, demak, peshinga bog'lab qo'yamizda, peshindan keyin qilamiz. Peshinda ish chiqib qolsa asr. Ya'ni shunaqa namoz bilan shunda kun mobaynida esdan chiqmaydi-da. Namozga bog'lab qo'ysak, eng afzali endi ertalab. Chunki kalla nima bo'ladi? Tiniq bo'ladi. Tasavvur ham, tafakkur ham kuchli bo'ladi. Lekin kechqurun odam charchab kelgandan keyin fikrlash ham tiniq bo'lmaydi, uyqu aralash. Shuning uchun ertalabdan. Demak, o'tgan avvalgi vazifalar qaysi edi? Masalan, har kuni maxluqotlardan bittasini tafakkur qilish edi. Shuni qilamiz. Yana insonlar bilan munosabatda muammo chiqsa, o'sha vazifa edi. Ya'ni Alloh meni qalb kasalligimga qaysidir qalb kasalligimga ishora qilyapti deb o'shani qidiramiz. Qaysi joyga urayotganiga ahamiyat beramiz. Va shuni ustida ishlaymiz. Alloh taolo foydali ilm bersin. Subhanakallohumma va bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka va atubu ilayk. Va iyyakum.